ishoni har doim bunaqa narxga BM2 ni qop-qorasi va bu darajada navorot ko'pi chiqurmaydi. Oddiy misol mana sensorli pulti bor. Uni olib kelish eslardan chiqib qopti. Undan tashqari eshitib turing. X7chilar yaxshi bilishadi-yu. Bunaqa kapitanskiy izdenali qop-qora salonli. Ko'ryapsizmi? Harman-Kardon akustika sistema panoramasida Sky Lounge yonadiganigacha bor. Undan tashqari mana bu joyga ahamiyat bering. Pnevma podveska va off-road rejimlarigacha bor ekan. Ko'ryapsizmi? Head-up display, M-paket, jest bu paytda bo'larmidi? Jestigacha bor ekan. Mashina tiniq, ya'ni 92 ming yurgan 2009-yil narxi, eshitib turing, kraskasi top-toza. Qalblariga qo'l solib 72 mingga ko'ndira oldik. Ishoni 72 mingga har doim bunaqa qop-qora, bu darajada off-road rejimlari bor, kapitanskiy izdenali, bunaqasi chiqurmaydi.